Okey, ishini sifatli qiladigan santexnik kamayib ketdi. Kvartiraga misol uchun bu konturniy kotел qo'yilyapti. Kombinirованный отопление qilinyapti. 6 ta radiator ilingan, теплый pol qilingan. Mikshirniy gruppa qo'yilmagan. Ustalar biladi nimaligini. Shu mikshirniy gruppa qo'yilmagani bu degani yaxshigina sovuq bo'lsa radiator temperaturasini ko'tarish kerak bo'ladi. Ko'tarilgandan keyin teplый pol ham avtomatik ko'tarilib ketadi temperaturasi. Uy qizib ketadimi? Yana pasaytirishni boshlaydi. Bir kundan keyin uy muzlab ketadi. Sababi teplый polni teplodachasi sovish muddati uzoqroq bo'ladi. Shuning uchun bilinmay turaveradi. Lekin qizib olishi ham o'shanga yarasha vaqt oladi. Uyim cho'ta teplый polni sinmayapti deb qiynalib yurishadi. Ustani sifatli ish qiladiganini tanlashga odatlaninglar, iltimos.